Shunaqa behili mazali desertni tayyorlab ko'ramiz. Buning uchun bizga sariyog', asal, shakar va yong'oq kerak bo'ladi. 5-6 ta behilarimizni olib, ustini archilab tozalab olamiz. Bu shirinlikda ko'plar Sulton xonim, ya'ni Xurram sultonning yoqtirgan shirinligi deyishadi, lekin Xurram sultondan oldin biz tayyorlab buni yeb ko'rganmiz. Kishi soniga qarab bu behillarni tozalab chiqamiz. Keyin tozalab bo'lgan behlarimizni tovaga solib, terib chiqamiz. Terib bo'lganimizdan so'ng ustiga kichkina qoshiqda asal solib chiqamiz. Uning ustidan shakar sepib chiqamiz. Behimiz nordon bo'lganligi uchun hech ham xavotir olmang, juda ham shirin bo'lib ketmaydi, o'rta me'yorda shirin bo'lib chiqadi. Ustidan bir kosa suv quyib yuboramiz. Behlarimiz yumshoq pishib chiqishi uchun og'zini yopib 1 soatga pishirishga qo'yamiz pasalovga. Behlarimiz pishib ham chiqdi. Buning ustiga kichkina qoshiqda sariyog' solib chiqamiz. Uyingizda agar toza sariyog' bo'lsa, undan ham mazali chiqadi. Yana ozgina muddatga dimlab qo'yamiz. Pishgan behilarimizni suzib olamiz. Tegidagi asal va shakar aralashmali sirupga yong'og'imizni mayda to'g'rab aralashtirib olamiz. Qiyom holiga kelib qoladi. Va bu qiyom holiga kelingan yong'oqlarni boyagi behilarimiz ustiga solib chiqamiz. Issiq holida ham, sovuq holida ham maza qilib tanlab olsangiz bo'ladi. Katta kichikka birday yoqadi, juda ham mazali chiqadi. Xurram sultondek bo'lib, mana shunday mazali behlar pishirib, desert sifatida